asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'p qo'yish va luboy mana sharoitga ko'nib ketadigan, luboy komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duxi bor, yurak bor yiban. Bu qaysi turibdi dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gulli ko'rpasini ustiga olib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachonjalabdi oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yiban Mesela durup harakat qilmasin. Ben o Instagram, TikTok'dagi dalboyoblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olib harakat qil, o'qidish. Meni mana boshidan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, jalab. Qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qila olmadi. Birovlarning fikriga qo'ygan holatda darsi takansi bosish kerak. Unaqa qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuin bo'l, dalboyob. Babuin.